mana uyda mana shunaqa holat qilsa bo'ladi. Stul qo'yib mana qilishga yotamiz. Xo'sh, oyog'imizni o'tkazamiz. Daklashgani belimizni oxirgi umurtqasiga, ya'ni S1 sohasiga qo'yib olamiz mana. O'shanda dumlamiz tepada turadi va umurtqamiz mana. Voy. Neza. Bu grijani yaxshi so'riltiradi, bel muskullarini kuchaytiradi. Yaponiyada buni tekis yerda qilishadi. Adashmasam qanaqadir baliq nomi bilan qilinadigan usulda, lekin kayf beryapti belga. Mazza, belingizni cho'zadi bu. Sog' odam ham, kasal odam ham qilishi kerak buni. Ayniqsa ofisni ichida ishlaydiganlar shunaqa qilib 4-5 minut qilib, keyin chetga qo'ysa bo'ladi mana. Mazza, voh. Alhamdulillah. Oh. Voh. Oyoqlarim qizidi, lekin mazza qildim. Qon yaxshi aylandi-da. Baklashga temada yana. Azizlar, video yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling, like bosing. Bundan ham foydali videolar balki siz uchun chiqib qolar profilimda.